Tirbandliklarni faqat ushbu usullar bilan oldini olish mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, hammasini tushuntirib beraman. Ko'pchilik probkani oldini olish uchun yagona yechim bu yo'llarni kengaytirish va yangi yo'llarni qurish deb o'ylaydi. Afsuski bu xato. Keling ko'rib chiqamiz. Yangi yo'llarni qurib, yo'llarni kengaytirdik ham deylik. Muammo bizga bartaraf bo'lgandek tuyulsa-da, lekin o'zimiz bilmagan holda muammoni kattalashtirib qo'ygan bo'lamiz. Odamlar endi keng yo'llardan yengil mashinalarda yurishni boshlashadi. Havo ifloslanishi 2 baravarga oshadi. Siz qanchalik yo'lni kengaytirganingiz sayin, shunga yarasha mashinalar ham ko'payib boraveradi. Yevropa va Osiyodagi ayrim davlatlarda 8-10 qatorli yo'llar qurilgan bo'lsa ham, hamon tirbandliklardan aziyat chekishmoqda. Tirbandlik bo'yicha o'zi dunyodagi top 3 ta shahar qaysi ekanligini bilasizmi? Birinchi o'rinda London, ikkinchi o'rinda Bangkok, Tailand. Pik vaqtda 5 kilometr masofani 1 soatda bosib o'tishingiz mumkin. Uchinchi o'rinda Jakarta, Indoneziya. Yillar davomida dunyodagi eng sekin shahar maqomini hali ham saqlab kelmoqda. Probkani oldini olish uchun biz nima qilishimiz kerak? Bu xuddi semirgan insonni qornini yo'qotish uchun remenni bo'shatib, o'z muammosini hal qilishdek gap. Remenni yechgani unga yengillik beradi, ammo qornini yo'qotmaydi. Biz ham sistemani, ya'ni odatni o'zgartirishimiz kerak. Bu borada birinchi masala jamoat transport madaniyatini shakllantirish. Odamlarni metro, avtobus, tramvay kabi transportlarda yurishga bo'lgan qiziqishini oshirish, mashhur insonlar va mansabdor shaxslarni jamoat transportlaridan foydalanishi jamoat transport madaniyatini keng yoyilishida asos bo'lib xizmat qiladi. Endi e'tiboringizni mana bu suratga qaratsangiz, 30 ta odam bir manzilga jamoat transportda borsa qanday bo'ladi-yu va mana shu 30 nafar insonning har biri o'z mashinasida borsa qanday bo'ladi. Ikkinchi masala jamoat transportlari yurishi uchun alohida yo'laklarni tashkil qilish, xuddi Shota Rustavelidagi yangi ta'mirlangan yo'l kabi. Uchinchi masala aholi gavjum joylarda to'xtash joylarini tartibga solish. To'rtinchi masala bu odamlar uchun qulay bo'lgan velosiped minish madaniyatini shakllantirish, xuddi Yaponiya, Koreya, Xitoy davlatlaridek. Va oxirgi masala shahar infratuzilmasini to'g'ri rejalashtirish, ya'ni odamlarga kerakli bo'ladigan manzil va binolarni qulay joylarda barpo qilish. Mana shu aytilgan usullardan foydalanish shaharlarda tirbandliklarni oldini olishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lishni unutmang.